yildan beri bemorni yo'tal, nafas qisish, bo'g'ilish, burun bitishi, aksirishlar bilan og'rigandi. Xudo xolasa mana keldi. Zuhra opa biza 15 kunlik lecheniya yozib berdik, 15 kun avval kelgan. Aynan nima shikoyatlar bilan keldingiz? Tomog'im qichishib, yo'tal, Hop. nafasim qichishi, chiyillab, hansirash ko'paydi, charchash. Oldin faqat mavsumiy og'rirdingiz-a? 4-5 yildan beri mana shu pastdan Doimiy bo'ladi. Dori, ukol, dori 3 kunda bir dektamtazon oldimda. 3 kunda bir deksametazon. Necha yildan beri? 4 yildan. 4 yildan beri. Keyin yana nima qilardingiz har kuni? Efiling ichardim. Nechta ichdingiz bir kunda? 2-3 ta ichardim. 2-3 ta. Buni so'rashimizdan maqsad bemor bunaqa dorilarni doimiy ichib yurish kerak emas. Hozirgi holati yaxshi. Ko'rganimizda shu bronxal astma hamroh allergik rinit qo'yganmiz. 15 kunlik lecheniyadan keyin holatingiz qanaqa? Yaxshi. Qutildingizmi? Yaxshimi? Odatiy hayotga qaytdingiz, ishlar qilyapsiz. Oldin ishlardan ham chegaralanib qolardingiz, to'g'rimi? Ish qilsangiz charchab. Dam olardim ko'proq. Hozir bemalol ishlar qilyapsiz. Xudo xolasa, Eflin deksametazon ichdingizmi? Ichmadingiz. 4 dori ichdingiz-a? Ukol olmadingiz. Yo'q, ash ikkita tabletka, stepa deganlar. Burningizga bitta sprey, bitta ingalyator. Shu. Sizni ham allergiya qiynayotgan bo'lsa, tezda keling, Xudo xolasa davolab beramiz.